Viloyatlar ichida eng ko'p inomarka haydaydigan viloyat bilaman Toshkent, lekin o'sha Toshkentda ham mana bunaqangi Sasayanida turgan Volkswagen Passat mavjud emas. Nimaga bunday deyapman? Chunki hisob ma'lumot bir qo'l o'zlari haydaganlar. Chunki bilasizlar, salondan bir qo'l haydalgan mashina har doim idealniy bo'ladi. Mana qarang, moshilishi ham zo'rda. Qarang, Sasayanini o'zi gapiryaptimi? Taylarni qarang. Zapaskalarni qarang, tushmagan. Joyida turibdi, holat zo'r. 2 turbinali motor bilan jihozlangan. Bilasizlar, bular o'zi boshqacha trassani legendasi deb aynan shuni aytsak bo'ladi, chunki trassada juda ham zo'r yuradi. Buni qarang, orqalari qanday, shtorkalari bor. Voy, mashina o'zi zo'rda, 92 limit kontrollarigacha bor. Holatga o'zim besh ketdim, egasiga aytdim, aka bu mashinani qanday bunday saqlagansiz dedim. Bor shunaqasi dedilar, buni qarang. Kitobchalarigacha bor ekan. Men sizga hozir mana kitobchalarini ham ko'rsataman, salon ichini yaxshilab oling, qarang, 92 limit kontrol. Voy, bu mashinaga o'zimning ham havasim ketdi, buni qarang. Kitobchalari o'ziniki. Salondan beriladi, bilasizlarmi? Mana o'zini kitobchalari bilan turibdi. 2008-yilda ishlab chiqarilgan. Olay fara, olay kapotlariga qarang. Kapot krashimli emas dedilar, lekin kapotda bitta ham tosh yo'q. 198 ming masofa bosib o'tgan. Yo'q, 177 mingmi, 178 ming masofa bosib o'tgan. Mashina benzinda harakatlangan, lekin faralarni qarangizlar, qanaqangi Sasayanida turibdi. Agarda siz bozorga imini aynan shunaqa Volkswagen Passat qidirib chiqsangiz, bunaqa Sasayanida topa olmaysiz. Texnik xarajatlari umuman mavjud emas ekan. Narxi eng zo'r joyi. Narxi chunki-da Nexia 3 narxiga egalarini ko'ndirib qo'ydim. $8500 yana savdosi bor. Mashinaga ahamiyat beringizlar, qanday turibdi? 4 ta yangi balon, o'zini original diskalarida. Va bu Malibu'nikiga ham o'xshab ketgan diskasi. Lyuk eng fullida, men o'zim shaxsan mazza qildim. Lyuklari boshqacha ishlaydi. Mana bunday burasiz chiqadi, kichikda etib qarang. Mana ochilishini qarang. Knopka emas, buraladi. Yana bunday burasangiz, yana o'chadi. Hamma texnik ishlari qilingan, tayyor. 8500 ga topa olmaysiz. Nomer telefonlar pastda bo'ladi. Agarda aynan shunaqa inomarkaga qiziqib, o'ynalari ham qalinliklar. O'zi bu mashina boshqachada, yoshligida meni ko'chamdan o'tib qaytasida bitta akamiz yomon havas qilasim shu mashina. Nomer telefonlar pastda bo'ladi, $8500 yana savdosi bor. Bosingizlar do'stlar, zo'r narx sog' bo'lingizlar.